Odamlar nima deydi? Sal ust boshingga qarab olsang, uyatmaysanmi? Kimdan uyatmaysanmi? Ha, odamlardan. Biz o'zimizni chiroyli olaveramiz kim uchun ekan? Go'zallik. Go'zallik nima o'zi? Insonni ko'zi va qalbiga yoqadigan narsa. Go'zallik insonni ko'zi tushganda qalbi quvonadigan, qalbi yayraydigan narsa. Go'zallik birodarlar shaklda bo'ladi, axloqda bo'ladi. Go'zallik deyilganda odamlarda tushunchasi faqatgina shakl tushuniladi. Ammo ichki dunyo haqida, ichki dunyoning go'zal bo'lishi haqida birov o'ylab ham qo'ymaydi. Masalan, vafo. Ahdiga vafodor bo'lishlik go'zallikmi? Saxovatli bo'lishlik go'zallikmi? Kechirimli bo'lishlik go'zallikmi? Bu axloqdagi go'zallik. Birodarlar, jismoniy, jasadiy go'zallikdan ko'ra ma'naviy go'zallik chiroyliroq bo'ladi.